Chenjinga o'xshadimmi? Xullas sizlarga yangiligim bor. Bugundan boshlab O'zbekistonda ishlamaydigan ayollarga 5 milliondan oylik beriladi. Faqat o'zining shartlari bor. Birinchi o'rinda erining telefonini kovlamaslik kerak. Ikkinchi, kontur yo futbol mendan muhimmi degan gaplar bo'lmaslik kerak. Uchinchi, Instagramdan har xil ayolingizga pul bering, ayolingizga e'tiborli bo'ling, ayolingizga kiyim olib bering degan reelslar tashlamaslik kerak. To'rtinchi, endi uxlaganda jonim, o'zing gaplashib o'tiraylik demaslik kerak. Bu ham dam olish kerak. Oxirgisi va eng asosiysi, erini magazinga yuborganda telefonni ko'tarish kerak. Miyasiga bermasdan. Agar bu shartlar bajarilmasa, eriga shtraf to'laydi. Tushundinglar? Bo'lmagan gap. Bunday qilishga qanday hadding sig'di? Sen bizni haqorat qilding. Boshladi o'zi, ko'ryapsizlarmi? Bularga vash foydasi yo'q bunaqa qonunni. Bo'ldi, qarochi qonun atmen.